Xayrli kun barchaga. Avvalambor hammalaringizga hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi mavzu aptapparani tekshirish uchun tester yasash deb nomladim. Turli xil elektron apparaturalarni tekshirishda ko'pincha aptaparalarni zudlik bilan tekshirishga to'g'ri keladi. Aptapara bu optoelektron pribor bo'lib, ishlash prinsipi juda oddiy. Ya'ni o'sha elektr signal, ya'ni o'sha mikrokontrollerdan kelayotgan signal bo'ladimi, doimiy kuchlanish bo'ladimi? Shu fotodioddan o'tganda o'zidan yorug'lik chiqaradi. Bu yorug'lik o'z navbatida tranzistorning bazasiga ta'sir qiladi. Tranzistor ochiladi keyin. Ya'ni o'sha kollektor emitter переходi oraliq ochiladi. Endi ko'p hollarda bu yerda sxema ikki xil bir-biridan ajralgan bo'ladi. Hech qanaqa elektr bog'lanishi yo'q, zanjirlar yo'q, elektr o'tkazuvchanlik yo'q. Aloqa faqat mana shu yorug'lik orqali, ya'ni mana shu fotodiod yorug'ligi orqali mana shu tranzistor boshqariladi. Endi albatta bu yuqori kuchlanishli sxema deb olsak, masalan, o'ng tarafini tranzistor o'z navbatida masalan tranzistorli ключlarni ochishi mumkin. Masalan, plat upravleniya kelgandan keyin bu semestr yo ten yo bo'lmasa tiristor yo shunga o'xshagan bir katta quvvatli agregatlarni ishga tushirish mumkin. Agar mabodo ishdan chiqadigan bo'lsa, albatta bu taraf o'ng taraf agar ishdan chiqsa, ya'ni yuqori kuchlashli sxema ishdan chiqsa, albatta chap tomondagi sxema butunligicha qoladi. Chunki oralig'ida hech qanaqangi to'g'ridan-to'g'ri ulanish yo'q. Bu juda ham yaxshi himoya vositasi hisoblanadi. Bugungi videorolikda endi yaqinda o'sha o'zim tomonidan yasaganman. Oddiygina tester, sizlarga ham shuni rekomendovat qilmoqchiman. Mana hozir sxemasini ko'rsataman. Bu probnik yo tester deymizmi, probnik deymizmi yo pribor deyiladimi? Bir varakayiga ham optoparani, ham mikrosxemani tekshirish mumkin. Mikrosxema endi 555-sxema, 555-seriya. Mana hozir sxemasini ham ko'rsataman. Ikkalasi yonma yon tursa. Mana. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, masalan, pauzaga qo'yib, masalan, chizib olishlaringiz mumkin. Mana. Bu yerda mana endi 555-mikrosxema, yana timer deyiladi. Bu yerda aptapara turibdi. 817-chi. Mana bor yo'g'i 4 ta registrdan iborat va 2 ta kondensatordan iborat. Bitta переключатель. Men endi kirishiga bitta выключатель ham qo'ydim. Mana bu, mana. Kirishiga, ya'ni o'sha kelayotgan naprojeniyani kerak yoqish uchun, yondirish uchun. Va mana shunaqangi plastmassa korpusga yig'dim. Buni zasholka saqladi. Ichida ayrim elementlarni ham saqlasa bo'ladi bemalol. Ichiga o'sha aptaparalarni solib qo'ysam ham bo'ladi bemalol. Ham bu himoya vositasini bajaradi korpusda o'zi. Endi ishlash prinsipi qanaqa? Ishlash prinsipi mana sxemadan ko'rinib turibdi. Juda oddiy.
bitta 9 voltli batareya. Sxema o'zini ish faoliyatini 208 voltgacha saqlab qoladi. Undan pastiga ishlamaydi. Sababi chunki mana bu diodlar 207 nominal напряжениyaga ega bo'lgan diodlar, svetodiodlar turibdi. O'shaning uchun bu 208 voltgacha bemalol bu ishlaydi. Yuqori eng baland kuchlanishi bu yerda mana 15 degan, endi 15 gacha bermasa 14 gacha bersa bo'ladi. Chunki mayda bitta kondensator turibdi, bu 16 voltlik. Albatta kondensatordan yuqori bu 16 voltlik, undan yuqori kuchlanishga ega bo'lgan nimani berib bo'lmaydi bunga kuchlanishda. Endi bu sxemani qayerdan oldim? Mana buni o'zlaringiz ham tanishib chiqsalaringiz bo'ladi. Sxema Master Vintic. Mana men yozib ham qo'ydim. Mana Sxema Master Vintic degan saytidan olingan. Ya'ni o'sha maqolaning nomi Probnik avtopar и таймеров на скорую руку deb nomlanadi. Bemalol kirib, masalan, mana shu sxemani chizib, описаниялari bor. Hammasi podrobno juda chiroyli qilib yozilgan. Sxema sразу ishlaydi. Buni afzalligi shuki, bu yerda ham optoparani, ham mana bu mikrosxemani, ya'ni taymerni bemalol tekshirsa bo'ladi. Alohida ham tekshirsa bo'ladi. Masalan, mikrosxema bo'lmagan taqdirda ham optoparani o'zini tekshirsa bo'ladi. Optopara bo'lmasa mikrosxemani o'zini tekshirsa bo'ladi. Ko'pincha mana mikrosxemalarni ham tekshirishga to'g'ri kelib qoladi. Bu yerda multivibrator, o'sha mikrosxemani ichida joylashgan sxema 1 Gz chistotalik signal, ya'ni meandr ishlab chiqaradi va bu mana VD2 ga kelib ulanadi. Ya'ni ko'k svetodiod mana bizda. Ko'k svetodiod. Bu yonib o'chishi, demak, bu taymerni ishlayotganligidan dalolat bo'ladi. Bu signal svetodioddan tashqari yana fotodiodga keladi, optoparaga. Optoparaga kelgan, agar optopara butun bo'lsa, signal o'tadi. O'shanda sariq rang mana bu yonadi. Hozir mana shunday holatida optopara ham, taymer ham ikkalasi butunligini ko'rsatadi. Agar masalan taymer bo'lmasa, uni funksiyasini mana bu переключатель, ya'ni knopka yordamida imitatsiya qilish mumkin. Hozir biz shu narsani amalga oshiramiz. Mikrosxemani olamiz. Mana mikrosxemani oldik. Mana hozir sxemada ham ko'rinib turibdi. Mikrosxema bo'lmagan taqdirda hozir bu yerda biz optoparani butunligini bu hozir mana shu holatda tekshirib turibdi. Endi imitatsiya qilamiz mana knopka yordamida. Mana bitta boyagan mikrosxemada qangiday. Mana shu yongan payti, mana shu bosilganda albatta mana bu sariq sal kuchliroq yonyapti. Mana e'tibor qiling, videoda ko'rinyaptimi, yo'qmi? Birinchi svetodiod kuchliroq yonyapti. Bu mana shunday bo'lish kerak. Aslida to'g'ri ishlashi. Endi hozir mana buni joyiga qo'yib qo'ysak, endi mana yaqinroq olib ko'rsataman. Bu maketni plataga yig'ilgan, ya'ni hech qanday orqasida o'sha simlar yordamida ulangan. Kerak payt masalan buni o'chirib qo'yib, yopib qo'ysa bo'ladi. Как шкатулка. Endi ilgari men mana bu taymerlarni tekshirish uchun mana boshqa yana bir pribor yig'dim. Hozir ko'rsataman. Mana. Hozir buni ham yoqaman. Mana bu undan oldin yiqqanim. Bu ham tester, o'sha taymerni tekshiradigan.
buni ham срочный yiqqanman. Yig'ishga to'g'ri kelib qolgan edi. Chunki menda taymerlar ko'p zakaz qilgan taymerlarim birak kelgan. Mana shu taymerlarni tekshirib, keyin kerakli priborlarga ishlatganman. Masalan, bu taymerni tekshirgandan keyin men mana bunaqa LED testerga ishlatganman buni. Mana shuplari bor, hammasi bu zaryad qilinadigan akkumulyatorlik. Mana bitta mana zaryadga beriladi. Mana ichida ikkita litium akkumulyator bor. Bu LED tester, buni ichida ham mana shu taymer joylashgan sxemasida. Endi optoparalarni endi qayerdan olsak bo'ladi degan masalan savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun mana oddiygina mana menda hozir to'qqizta mana telefon ilgari chiqqan. Mana bu koreyskiy telefon. Hozir bularni hech kim ishlatmaydi. Mana ichini ochib, shu yerda mana optopara bor. Hozir men ko'rsataman sizlarga. Mikroskopni yoqib. Tak. Tak. Mana ko'rinib turibdi. Bu yerda mana bu sxemada masalan mana belgisi bor. Optronlarda belgisi bo'ladi. Albatta belgi bor joydan hisob qilinadi. Masalan mana bu birinchi noshkasi bo'lsa, mana bu ikkinchisi, keyingisi uchinchi bo'ladi. Mana bu uchinchi noshkasi va mana bu to'rtinchi noshkasi bo'ladi. Bular soat strelkasiga qarshi, ya'ni mana shunday ma'naqasiga hisoblansa, yo'nalishi soat strelkasiga qarshi bo'ladi. Shuning uchun 1, 2, 3, 4 bo'ladi mana to'rtinchi noshkasi. Bu yerda bir kanallik optopara hozir joylashgan sxemada. Mana hozir agar optopara kerak bo'lib qolsa, men mana shu donor sifatida mana shu platadan yechib olishim mumkin. Agar masalan 17K1 hozir yozilgan bu yerda, hozir biz datashni ko'ramiz. Mana. Ko'ryaptimi? Mana. Pk 17K1. Mana как раз mana chiqdi bizga, mana kerakli ma'lumotlar. Menga hozir mana ruschasi chiqdi. Va agar platada mana shu optronlar chiqsa, albatta datashitga kirish kerak. Bu eng to'g'ri o'sha spravshnik hisoblanadi. Bitta mana e'tibor beringlar, K1 bo'lsa bu bitta kanallik bo'ladi, K2 bo'lsa ikkita kanallik, K4 bo'lsa 4 kanallik bo'ladi. Va albatta bularni noshkalari ham masalan bunda 4 ta noshka bo'lsa, hozir bunda mana bunda 4 ta oyoqchasi bo'lsa, albatta K2 bo'lsa, ularda 8 ta bo'ladi. Bugunga mana shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'linglar, like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Hammaga omad.